Obunachilar, biz syomkalarda Nexia 2 qatoridan boshladik. Xudo xolisa, mana Andijon Moshina bozorida Nexia 2 ishqibozlarga Nexia 2 larni mana bombalarni ko'rsatamiz. 4 ta yangi yumshoq baloni bor ekan. Nomerlarni mana endi qo'yishyapti. Qora Bayer mana, Qora Bayer Nexia 2 legenda deysizlar-ku mana shu. Legendalarning oldiga keldik. 13. Mana motori sizlarga. O 1.6 ekan-a? Albatta. 1.6 motor mana. Motorlarni ko'rishlar mumkin. Gazlar bor. Propanmi aka bu? Propan ha aka. Propani bor ekan mana. Rasodlari yo'q aka? Motori hadovoyi korobkasida 100 so'm agar nimasi rasxod chiqsa aka bergan pulga biz rozimiz, mashina minib ketadi. Menga 1 so'm pul kerak. Udar bo'lyapti. Kraskasi qanaqa aka bu? Kraskasi shu bitta aybi kraska. Qancha Shilinmagan ham. Ponni bo'lganmi? Ha, bu Bezakka sepilganmi? Mana qarang, yurganda daryo trans ushlab olgan aka, kira qilayotgan paytda. Shu 3-4 yil oldin. Aha. Shuni ushlaganni sariqqa bo'yab turib, sariqdan qaytarib olgan aka. Bo'ldi. Asvijit bo'lgan shu. Ponni asvijit bo'lgan ekan, saradan qora. Bo'lmagan mashina aka shu. 4 ta 14 balon qo'yib qo'yishibdi, yumshoq. Yumshoq. Cobalt balon ekan, yumshoqdan ekan. Poligimiz bor mana. Chexollar bor, bari bor, magnitofon bor, monitor bor mana aka. Yana nima kerak? Nexia 2 shu narsalardan. Apchipkalari mana, ko'tarib tushirishlari mana. Orqa tomon ko'rinish holatlari mana. Ichki holatlari xudo xolisa zo'r ekan mana, ideal ekan. Ko'r orasida. Qora Bayer. Nexia 2. Legendani Qora Bayer. ham ezilmagan. Puli necha pul aka buni? 1,5 ming pul borga beramiz. 1,5 ming puli borga beramiz xudo xolisa. Naqd pulga necha pul aka? To'rlarga tushadi. To'rlarga. Endi men qarang. 1000 pulim bor aka, yo bo'lmasam 800 pulim bor. 700 pulim bor deydigan odamlarga bir oy qo'yim bor, molim bor, sotib olay aka. Bir oy 20 kunga qo'yib beraverasizmi desa qo'yib beraveramiz. 20 kungacha mana qo'yib beravergan. 700-800 ming dollar puli borga Nexia 2 mana. Hurmatli obunachilar, ko'raverasizlar. Sideniyalari ham ezilmagan. Sidinalari hali ezilmagan ekan, 4 ta Cobalt yumshoq balon qo'yib qo'yishibdi mana. Ko'raverasizlar. Hadovoy balon chuqurlari ezilmaydi ekan. Hadovoylar vashim ideal. Monitorlari ham bor, haligi teslamas lekin uniki. Monitorlar bor ekan, bari bor ekan mana. Xudo xolasa yaxshi holatda turibdi. Aka, naqd pulga necha pul endi bu propanda yuradi? Banki bor aka buni. Banki bormi? Banki bor. Ashuncha naqqa desa 4000 ga xizmat qilib tushadi. Agar aka men o'zim tapib turib oyma-oy nima qilaman deydigan bo'lsa, unizga ham kelishimni olaman. Misol buni banki bilan olganim plus tushadi ular. To'g'ri. Bo'lmasam nomeringizni aytib bersa? 90lik 90lik 210 210 2909 2909 raqamga aloqaga chiqasizlar. Akaga bemalol to'liq ma'lumotni olib, mashinadan. video ust bo'ladi. Aka bugun Videoda o'chirmaymiz, keyingisini boshlaymiz. Nexia 2 legendalar qatoridamiz. Mono. Yangi Cobaltimiz bor 1000 dollarga. O, Mana Nexia'ni Cobalt bor ekan. Nexia puliga Cobalt bor ekan. Birinchida turibdi. 2014 ekan. Hozir uni ham syomka qilamiz. Avval buni boshlaylikchi. 2009-yil ishlab chiqarilgan 1.6 motor. Mana, bu kondisionernikimi? Kondisionermi? Ishlaydi. Kondisioner ishlar ekan. Motor hadovoy korobkalar joy-joyida ekan. Kraskasi qanaqa aka bu Aka vaqtda? 20% kraskasi ikkita detalda deganimiz uzra. Ikkita detalli kraskasi bor. 20% ga chiqmaydi. Balonlar yangi, charmxo balonlardan qo'yibdi. Qalpaqlarni qo'yib qo'yishdi, xudo xolisa. Mashinamiz ichki holatlari mana ko'rib turibsizlar. Chista dehqon ekan bu, lekin mesorobka ekan. Aynan ko'tarib tushirishlar mana tushib qolibdi. Poligi bor ekan, kojini sidina, barlarimiz bor, ichki holatlar mana ideal, zo'r holatda turibdi. Ko'r orasizlar mana oppoq dehqondan. Aka buni puli necha pul hozir? 3,5 dan o'tib beramiz. 3500 dollardan o'tib beramiz deb aytishyapti mana. Hech qanaqa kamchiligi yo'q. Motor hadovoy korobkada ishi yo'q. 4 ta yumshoq baloni bor. 700, 600, 500 puli bor qilaversa, buni ham ajdar. 500 dollardan 1000 dollargacha puli bor akalar bemalol aloqaga chiqaversin. Lekin bir ikkitasi qilib qolyapti aka. 1000 dollar puli bori ham aka 500 dollar pulim bor. Hali men bu videoda aytib qo'y. Qiynal